Ko'pchilik ota-onasini haj va umra safariga jo'natishlikka harakat qilishadi-yu, moddiy sabablarga ko'ra qiynalishadi. Hozir men sizga bir xush xabar bilan sizni xursand qilay, boshingiz osmonga yetsin. Farzand ota-onasiga muhabbat nazari ila bir bora qarasa, Alloh taolo unga haj va umra amalini qilganligining ajrini yozar ekan. Hozirgi kunda ko'p farzandlar ota-onamni haj va umra safariga jo'nataman deb ish bilan band bo'lib, ularga vaqt ajrata olishmayapti. Lekin asosiy ajr, asosiy savob, asosiy xizmat ota-onasida ekanligini ko'pchilik bilishmayapti. Hozirgi aytgan xush xabarimizga amal qiling, ota-onangizning tirikligida roziligini oling va o'zingizni ko'p qiynamang. Ota-onangizni xizmatini qiling. Muvaffaqiyat ota-onaga xizmat qilishdan boshlanadi. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling va bu xush xabarni ota-onasi hayot barcha yaqinlarga jo'natib qo'ying.